Deyarli hammamiz yaxshi görüp sevib iste'mol etadigan qarsilliq baqlajon salatidan nola ketishini görüp chiqamiz. Birinchi navbatda albatta baqlajonlarni olamiz. Keyin esa tabiiysiga qarab, agar xohlasangiz rukla qo'shsangiz ham bo'ladi. Va men bezaki uchun shuning mazzi petrushkalarni ham qo'shib beraman. Dummazzi ketadi. Keyingisi esa dummazzi shirali cherry pomidorlarimiz. Keyingi mahsulotlarimiz esa balzamический уксус va albatta kraxmal. Keyin esa oq kunjut. Bu oq kunjutni skоворodkada qo'rib, qizartirib solsangiz ham ta'mi dummazzi chiqadi. Keyingisi esa shunday yoqimli ta'mi ega bo'lgan sladkий chili souslar. Xohlasangiz kichkina varianti bor, xohlasangiz ham shuning katta variantlari ham bor. Va bizlarning qarsildoq baqlajon salatimizni mazasini yanada maza qo'shadigan narsa bu albatta tvorojniy sir. Tvorojniy sirni esa katta assortimenti Dekon supermarketimizda bor va shuni ham eslatib o'taman, bizlarning dastlabki xizmatlarimiz ham bor. Bemalol dastlabki xizmatlarimizdan foydalansangiz bo'ladi va siz uyingizdagilar yo bo'lmasa eringiz ishdan kelincha shu baqlajon salatini tayyorlab eldan qo'yib qo'ysangizlar, sizdan yaxshi xotin, sizdan yaxshi kelin va sizdan yaxshi qiz bu dunyoda yo'q.